Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilganidek, hududlarda rahbar va yoshlar uchrashuvi muntazam o'tkazib kelinmoqda. Yoshlar tomonidan bildirilgan muammolar qatorida ta'lim krediti bilan bog'liq murojaatlar dolzarbligicha qolmoqda. Shu bois boshqa banklar singari Biznes rivojlantirish banki, xususan Yangi bank xizmatlari markazi ta'lim krediti bo'yicha quyidagilarni ma'lum qiladi. Aziz yangi yillik yoshlar, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qish istagidamisiz? Unda sizga qulay shartlar asosida imtiyozli ta'lim kreditlarini taklif qilamiz. Kreditning asosiy shartlari va afzalliklari. Ta'lim kredit foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasi miqdorida, ya'ni 14% miqdorida. Bunda xotin-qizlar uchun kredit foiz to'lovlari davlat byudjeti jamg'armasidan qoplab beriladi. Ta'lim kredit muddati talaba o'qishni tamomlagandan so'ng 7,5 yil muddatga ajratiladi. Bunda o'g'il bolalar o'qish davrida kreditning foiz to'lovlarini amalga oshiradi. Xotin-qizlar esa o'qishni tamomlagandan so'ng 7-oydan boshlab turib to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Kredit ta'minoti sifatida kafil yoki sug'urta polisi yetarli. Bunda ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan oila farzandlari uchun hech qanday ta'minot talab etilmaydi. Ta'lim kredit olish istagi bor talabalar va ularning ota-onalari arizalarni ta'lim krediti mf.uz sayti orqali onlayn yuborishingiz mumkin bo'ladi.